Ular işte doldurmandım. Buningdan 2 yil ilgari, ya'ni 2022 yili 24 noyabr kuni Urumchining Cho'ng bozor atrofidagi Uyg'urlar o'ltirishliq ko'p qavatli binoda yuz bergan o't ofatida bolalar va ayollarni asos qilgan 40 dan ortiq Uyg'urning ko'yib o'lish fojiasi, Xitoyda 3 yil davom qilgan Covidni nolga tushirish qamali keltirib chiqargan fojia bo'lib qolmay, uning bekor qilinishiga sabab bo'lgan voqea deb qaralib kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur fojia dal Xitoy hukumati 2020 yildan boshlab har yili qarorlik yo'lga qo'ygan Covidni nolga tushirish qamaliga 3 yil bo'lganda yuz bergan. Uyg'ur eli doiralari 2022 yildagi Covidni nolga tushirish qamalini shu yili 9-oyda boshlagan bo'lib, o't ofati Urumchida qamal davom qilganiga 100 kundan oshgan mezgilda, ya'ni 24 noyabr kuni yuz bergan. Ijtimoiy taratqularda tarqalgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 11-oyning 24 kuni kechqurun Urumchining Cho'ng bozor, ya'ni Döngko'rik rayoni Jishangyuan oyliklar qurusidagi ko'p qavatli binoga o't ketgan. O't 15-qavatdan boshlanib 19-20 qavatlargacha tutashgan. Ayni chaqda bino eshigining atalmış Covid'dan mudofaa ko'rish xodimlari tarafidan qulflab qo'yilishi va o't o'chirish atirdining kechikib kelishi kishilarning binodan qochib chiqa olmay kuyib o'lishini keltirib chiqargan bo'lib, o't 3 soatdan ortiqroq vaqtda aran o'chirilgan. Ayni chaqda Xitoyning hukumat doiralari 24 noyabr kundagi o't ofatida o'lganlarning soni haqida ziddiyatli ma'lumotlarni bergan. Urumchi shahar hukumatning 25 noyabrdagi rasmiy bayonotida bu vaqada o'lib ketganlar 10, yaralanganlar 9 odam deb e'lon qilingan. Ammo ijtimoiy taratqularda oz deganda 44 odamning o'lib ketganligi haqida uchurlar tarqalgan. Amerika Birlashma Agentligining 2022 yili 26 noyabr kunidagi xabarda berilgan ma'lumotlarga qaraganda, 24 noyabr kuni kechda Urumchida yuz bergan o't ketish voqeasiga binoning 15-qavatidagi tok manbasi sabab bo'lgan. Bu qavatdan tutashgan o't 17-qavatgacha yamrab, is tutaklari 21-qavatgacha kirgan. O't o'chirish atirdi binoning atrofidagi qatma-qat qamal va to'saqlarni cho'vib, binoning yeniga kelib o'tni o'chirib bo'lguncha o't ulg'ayib ketgan va 3 soatgacha bu o't qavatma-qavat o'rlab ko'yavergan. Uyga solinib qolganlarning ko'pinchisi zaharlik is tutakdan tunjuqib o'lib ketgan. Erkin Asiya Radyosu'nun aniqlashlari davomida Urumchi İttifoq saqchi punktining bir saqchisi 26 noyabr kuni radiomiz Uyg'ur bo'limi muxbiriga jami 26 kishining o'lganligi, o'lganlardan 9 kishining ko'yib o'lganligi, 10 kishining is tutakda nafsi bo'g'ilib o'lganligini aytgan. Şu qitimliq o't ofati haqida ijtimoiy taratqu suplarida e'lon qilingan sinliq uchurlarda ayollar va bolalarni asos qilgan 17 nafar Uyg'urning rasmi tarqalgan. Ulardan biri 19-qavatdagi uyida 4 bolasi bilan birga ko'yib o'lib ketgan Qambar Nisaxon Abdurahmon bo'lib, ularning fojiasi Uyg'urlarning navbatdagi tragediyasini texnik aniq gavdalantirib bergan tipik voqealarning biridir. Ayni chaqda marhum Qambar Nisaxon Abdurahmonning Sharofat va Muhammad ismli 2 bolasi Turkiyada o'qiyotgan bo'lib, ularning ayni chaqda radiomiz muxbiriga deyishicha, ular onasining va kichigi 5 yosh, cho'ngi 13 yoshlik bo'lgan ini singillarining o't ko'yib o'lib ketganligini ijtimoiy taratqulardan ko'rgan. 24 noyabr Urumchi o't fojiasidan keyin Xitoyning ko'plagan shaharlarida Covidni nolga tushirish qamal siyosatiga qarshi zo'r ko'lamlik namoyishlar yuz bergan. Xi Jinping! Xi Jinping! Xi Jinping! Xi Jinping! 24 noyabr Urumchi o't fojiasi Xitoyda 3 yil davom qilgan Covidni nolga tushirish qamalini oxirlashtirishda Xitoylarning Covid qamaldan qutulishida cho'ng rol o'ynagan voqea. Ammo Uyg'urlar eng cho'ng badal to'lagan fojia deb ko'rsatilgan.